Assalomu alaykum. Sizlarga va'da qilingan targetga 0% soliqlarsiz target yoqish darsimizni boshlayman. Bu bitta mijozimning biznes profili. Biza birinchi o'rinda nimani tayyorlab olishimiz kerak? Birinchi o'rinda biza tayyorlab olamiz. Kompaniyamizda, ya'ni o'sha dokumentalniy nomi kerak va manzil kerak va asosan INN raqami kerak bo'ladi. Tayyorlab olganimizdan keyin biza plateji, ya'ni to'lov bo'limiga o'tamiz. To'lov bo'limiga o'tganimizdan so'ng hozir bu yerda eng pastiga tushib turib, mana bu yerda sizlarda ma'lumot bo'lmaydigan bo'lsa, sizlar redaktorlikni bosasizlar va bu yerda strana, ya'ni O'zbekiston tanlaymiz. Bizda mana O'zbekiston turibdi. Dollar SHAda qoladi. Bu yerda GMT +5 bo'lishi kerak. Mana Karachi Aziya +5. +5 dan boshqasini tanlamangizlar. +5 bo'lishi kerak. Bu yerda hozir Toshkentdan bo'lishi mumkin. Mana shuni qoldiramiz va kompaniya nomini kiritamiz, adresimizni kiritamiz, pochta indeksi ixtiyoriy va eng muhim narsa налоговый nomer. Bu yerda налоговый nomerni to'liq kiritishimiz kerak bo'ladi. Keyin bu yerda da ya покупаю reklama deb buni birinchisini tanlab qo'yamiz va сохранить qilamiz. Saqlanib qilganimizdan keyin bizga galdichka berib, mana pastda kiritgan ma'lumotlarimiz chiqadigan bo'lsa, bizada degani 100% soliqlarsiz target yoqishni boshladi degani bo'ladi. O'shanda siz $100 ishlatayotgan bo'lsangiz, o'shanda $100 $100 ligicha sizni targetingizga sarflanadi. Salomat bo'linglar.